Üç padişahlık, zaman halkıgan muşavir. 24. bab. Muşavir Diyanmo. Pasibanım. Kelgüchining sav-sav ekanligini ko'rib, hammanglar ixtiyorsiz chaqirishdi. Sepil ustidagi o'qiyotchilarmi darhol o'q yollarini yig'ishtirishdi. Yojin, Lidiyalarmi oldirab tenab o'mlab turishib oldiga chiqdi. Shahuddin yugurib sav-savning oldiga berib, Diyanmoni ko'rsatdi. Ağa, o. Ağzını yum! Sav-sav uningga olib qarab etib, udil Diyanmo tarafga qarab mangdi. U Diyanmoning usti beshidagi chang to'zonlarni qayqib atgandan keyin bosh ovozda so'rdi. Yaralanmagansiz. Hatırcan bolsala pasibanım. Junkan qoğduğaşqa eştim bolmadı. Diyanmoning bundoq deganligini anglab, sav-sav xotirjam bo'lib beshini langshitqinicha shundoq dedi. Ziji, sizga kapolat beray. Bugünkidek bundoq ish bundan keyin qat'iy yuz bermaydi. Orqadan sav-sav yana bir tarafda turgan shu cho'g'i burilib, kulgunicha shundoq dedi. Shu Junkan dedi. Shuchu sal hangviqib qilib, darhol ikki qo'lini juplab salom berdi. Kemeni şuçudun sağ begimge salam. Sav-sav hech qanday inkas qaytarmasdan Shuchuni cho'rida bir aylandi-da, uningga sapselib qarab, nazari uning putiga kelganda to'xtab qoldi. Aslida oyog'ining bo'qqichi bo'shab ketgan edi. Orqadan sav-sav hammaylarni hayron qoldirg'idek bir ishni qildi. U enishib o'ltirib, o'z qo'li bilan Shuchuning oyoqining bo'qqichini chigib qo'ydi. Bu ishdan Shuchu hayronu has qoldi. Bir tarafning begi bo'lgan sav-sav o'zining oyoqining bo'qqichini chigib qo'yib o'tadi. Mana bu sav-sav. Agar u sizni muhim bilsa, o'zining yurak porisidek e'tiborlaydi. O'rnidan turgandan keyin sav-sav boshqalarga qarab, yuqori ovoz bilan shundoq dedi. Ikki ish. Birinchisi, ta'minot xonadigilar lashkariy qurol yasash planini o'zgartirishni men Ziji orqali qilg'izgan. Bu ishni endi qayta deb o'ltirmayman. Agar kim bu ishni yana tagisa, lashkariy yasoq bo'yicha bir yoqlik qilinadi. Shahuddin qatorliq natjaylan kayfi ushgan holda javob qaytarishdi. Ferman beramiz. İkinci ish. Bugundan boshlab u Diyanmo, Diyanziji mening lashkariy mushavirim bo'ladi, dedi sav-sav Diyanmoning qo'lini ko'tarib. Ko'pchilik ig'ir tindi. Nima ish bu? Tuyuqsizlar ta'minotchidan lashkariy mushavirga o'zgarib qoldi-ku. Bu qanday vazifa endi? Bu degan mushavirlarning beshi hatto lashkarlarni yutkash huquqimi bor edi. Bu zodi qanday ish? Orqadan sav-sav to'rt sang'unga qarab qo'lini polanglatib, ularni kelishga ishorat qildi. 2 oyning oldidagi heliqi 3 tadbirdan oldin bishorat berilgan maktub esingladimi? To'taylan beshini lingshitdi. Sav-sav qo'lini Diyanmoning mo'risiga qo'yib, bo'sh ovozda dedi. U yozgan. Bu gapni anglab, To'taylanning ko'zlari chakchiyib, ishongusi kelmagan holda Diyanmoga qarashdi. Ayni chog'da ularning hammasi avliyo hisoblagan odam ko'z oldidagi bu bola ekan emasmi? Lekin ular nihoyat tezda tushunib ketdi. Aslida uda qilgan 2 qitimliq jangda Lyubuning kichik bolani o'ynatgandek ahmoq qilishda orqada kuch ko'rsatgani mushu kanda. Sav-savning uni buncha e'tiborlashini ular Diyanveyni e'tiborligidan bo'lgan deb qarashgan edi. Hozirgi ahvolga qaraganda o'zlari xatolashgan bo'lib, Diyanmo uchun Diyanvey texmi e'tiborlangan ekan. U asli qo'shinning ichiga yoshirilgan dono kishi ekan emasmi? Sizlarga yana qanday qilishni o'rgatishim kerakmi? Dedi sav-sav so'g'uq talaffuzda. Lidiyan, Yojin va Yujin uchaylan darhol tizlanib, qo'llarini juplagan holda mundoq dedi. Mushavir, üçümüzün karanlığımızı geçireceksiniz.
Bu üçeylenning hammasi qo'shin ichidagi chirikchi baglar bo'lib, Shohudinning bo'lsa yo'lboz sarkarda degan nomi bor edi. Qo'lini juplab salom bergachga, Savsavning ko'zi Burkitning ko'zidek ularga qadaldi. Buni Shohudin qandoqmi bilmay qolsin. Darhol sana tizi bilan tizlanib shundoq dedi. Muşavir, günahimizden ötkeysiz. Hammanglar turinglar. Bilmaganlar ayibga buyurilmaydi. Savsav bundoq devatgan yerda o'zi yana bak surishtirib ketsa, ko'zi kichiklik qilgan bo'ladi. Ishning bu darajaga yetishida Dianmo'ning o'zining mas'uliyati bor edi. Agar ishdan burun Savsavga deb qo'ygan bo'lsa, bugünkidek ahvol yuz bermagan bo'ladi. Shunga yanada tushuntirish zaruriyati bor edi. Pasibanim, ta'minotxonadagi qurol yasash planini nazorat qiladigan ishda Piqir Ay, qanchalik ishdi bu? Nayt shu 12 tuman tiziq yarmoq-ku. Yo'q bo'lgan bo'lsa bo'laversin. Lekin endi bundan keyin bundoq chataq derman, ha? Aqcha lozim bo'lsa, bevosita men desangizda bo'ladi-ku. Savsav mardlik bilan qo'lini shiltib, bu ishning o'tib ketganligini bildirdi. Gapning rostini qilganda, bu chaqda Dianmo nihoyatda ta'sirlanib ketdi. 12 tuman tiziq yarmoq ko'p pul bo'lmasa-mu, lekin hargizmi oz hisoblanmaydi. Bo'libmi, hozirgidek qiyin sharoitda turib atgan Savsavga nisbatan bu zo'r pul edi. Biroq hech vaqasi yo'q. Sal turib haqiqiy ahvolni uningga aytsa, u xushalligidan og'zini yumishqimi ulgurolmay, "Texman rahmat aytib ketadi" deb o'yladi Dianmo. Yuring. Savsav Dianmoni boshlab baliqning ichiga qarab mangdi. Menga obdanroq deb bering-chi. Yo'l bo'yi zodi qandoq ishlar bo'ldi? Zishingni ketdi. Dian bargohidikilar nada? Yana Jonkangdek bundoq shirmat song'unni nadan tepib keldingiz? Bayotinqi jangni xeli obdalli ko'zatgan Savsav Shuchuning bahodirligidan larziga kelgan edi. Bundoq shirmat song'unni ming sar olting'imi tegishmaydi. Yana kelib Dianveymi bor bo'lg'ashqa, bu ikkaylan hamkorlashsa, Lyubo bilan otliq jang qilsa qandoq bo'lmoqchi edi? Bu jahonda yana kim tankilalaydi? San'un mahkamasiga qaytib, barliq ishlarning jarayonini anglagandan keyin Savsavning javg'iyi tortishgandek bo'lib, kulganicha mundoq dedi. Dian bargohidikilarni boshlab, Runanni ishg'ol qildinglarmi? Mumkin emas. Qat'iy mumkin emas. Lyopi bilan Gungduning 5 tuman odami tursa, garchi sal oshirib o'tgan bo'lsa-mu, ammo jang qila oladiganlari 8 mingdan kam emas. Oshunchalik otliq lashkar bilan baliqqa qandoq hujum qildinglar? Dianmo Savsavning gapi tugishini kutmayla, Runan nohiyasining muhrini Shiraning ustiga qo'ydi. Savsav muhrni qo'liga elib, oldi kayniga qarab, rostligini muayyanlashtirgandan keyin og'zi kamordek echilib qoldi. Salbigim, inimiz haqiqatan bek yamanken. Onun tedbiri bilen bağlıqni qo'lga tushirdik. Shuchu Dian degan so'zni elib atgan edi. Uning ko'nglida Dianmo hozir o'z enisi bo'lib qolgan edi. Tez, Junkang, qani menga deb bering-chi, zodi nemish bo'ldi? Savsav toqatsizlangan holda so'radi. Bu qitim Shuchu ishning oldi kaynini yepidan ying'isigacha hech nimani tushirib qo'ymay tafsili deb berdi. Savsav Shuchuning gapini anglash jarayonida hayajonlangan holda chavoq chalgan bo'lsa-mu, usti beshi tarlab ketdi. Eng oxirida Runanning rostilla o'zining qo'liga tushganligiga ishinib, xushalligida Dianmoni ko'tirib ishkini aylantirib, o'zining salohiyati bilan qilchimi hisoblashmadi. Dianzici, hay Dianzici. Bir qaytim qaytib, men uchun Runanni ep beribsiz. Zishao butkul Runanni ilib bo'lgandan keyin Yinchuan tarafdagi qaroqchi Huangshao, Heman qatorliqlarmi cho'qim o'zligidan tarmar bo'ladi. Yinchuan qo'lga kelsa, biz Yinchuan qandoq yer? U aql donishmandlar to'plangan yer bo'lib,
Buyuk xanning saltanatiga ta'sir ko'rsatadigan esil zodilarning makoni degudek yer edi. Masalan, Shun jamiyati, Jum jamiyati, Du jamiyati, Kun jamiyati qatorliqlar. Yingchuanni oldi deganlik yujudagi barliq esil zodi jamiyatlarning qo'llashiga erishganlik deganlik bo'lib, Saosavning bundan keyingi taraqqiyoti uchun mo'lcharligisiz roli bor edi. Bu yillarda Saosav Yingchuanni elishni o'ylab kelayotgan bo'lsa-mu, afsuski Yingchuan va Runanlarni qaroqchilar egallab olgan bo'lib, Runandagi Liupi Gungdu bilan Yingchuandagi Huangshao Heman qatorliqlar o'zaro til biriktirib olg'ashqa qaytirib olmoq tas edi. O'ylamagan yerdan Dianmo mushunchalik oz odamni boshlab berib, Runanni ishg'ol qilganligi haqiqatan mu odamning aqliga sig'maydi. Pasibanim, avval meni tushirvasizlar. Dianmo qattiq siqilishga chidayolmay yolvurib ketdi. Yerga tushgandan keyin mundoq dedi. Hozir Runanni og'am saqlayotdi. Lekin boshqa noyalar yanada qolaymaqan holda turibdi. Pasibanim, darhol oliy sanğundan birini avatib, har qaysi noyalarni qaytirib olg'aylar. To'g'ri. Vaqt odam saqlamaydi. Bu ishni atila o'rinlashtiray. Saosav qo'llarini ish qilganicha xushal holda kuldi. Hozirgi muhim ish tabiiyki oldi bilan tükbkor amirni mukofotlash kerak edi. Saosav sharobni liqlab Dianmo bilan qadash so'qishtirgandan keyin qaqoqlab kulgunicha shundoq dedi. Men oxiri tushundim. Jongkang bilan Runan, siz menishdan burun menga Chenliudan og'ash kelaman degan ikki so'g'ingiz shu ekan. Haqiqatan katta so'g'i bo'ldi. Pasibanimiz xushal bo'lsa bo'ldi. Dianmo Saosav va Shuchu uchaylan bir ko'tirish tili ichibdi. Qadahlarni qo'ygandan keyin Shuchu Dianmo'ga ko'zi bilan ishorat qilib edi. Saosav ko'rib qilib kulgan holda. Ema ishorat qilish nima qilasizlar? Qandoq ish bo'lsa daveringlar.